Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Rossiyalik taniqli sharhlovchi Gennadiy Orlov sobiq ittifoq hududidagi eng yaxshi futbolchilar haqida fikr bildirib, O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodovni alohida e'tirof etdi. Shomurodovni ham alohida tilga olaman. U Rostovda o'ynaganida men ushbu hujumchining futbol intellekti Rossiyadagi boshqa hujumchilarnikidan ustun ekanini aytgan edim. Keyin u Romaga yo'l oldi. Demak, men haq bo'lib chiqdim, dedi Orlov. Mutaxassisning ta'kidlashicha, Shomurodov hozirgi kunda faoliyat yuritayotgan eng yorqin futbolchilardan biri hisoblanadi. Manchester City bosh murabbiyi Pep Guardiola Angliya Premier Ligasi doirasida Fulham ustidan qozonilgan g'alabani qo'ldan chiqarayotgan o'yinchilarni qo'ydi. O'yin davomida shaharliklar 5-1 hisobida g'alaba qozonayotgan edi. Ammo Fulham hisobdagi farqni minimal ko'rinishga keltirishga imkon berib qo'yishdi. Albatta men xavotir oldim, lekin bu kelajakdagi o'yinlarda bizga yordam beradi. Har bir o'yin ayrim o'yinchilar uchun yangi raqib demakdir. Xatolar ustida ishlash kerak. Men juda qariman, futbolchilar esa meni hurmat qilmay qo'yishdi. Ular o'z murabbiyiga bunday munosabatda bo'lmasliklari kerak, dedi Guardiola. Paxtakor hujumchisining shartnomasi yil oxiriga yakunlanadi. Eronning Persepolis klubi O'zbekiston terma jamoasi va Paxtakor klubi hujumchisi Igor Sergeyevga qiziqish bildirmoqda. Jamoa forvardning agenti orqali futbolchiga yiliga 8,000 yevro maosh to'lash sharti bilan 2 yillik taklif bilan chiqqan. Eslatib o'tamiz, 32 yoshli hujumchining Paxtakor bilan shartnomasi dekabr oyining so'ngida nihoyasiga yetadi. Persepolis klubida o'zbekistonlik boshqa bir futbolchi Oston O'runov ham to'p tepadi.